Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz Excel dasturida havolalar bilan ishlash bo'ladi. Biz sizlar bilan nisbiy havola, absolyut havola, mutlaq havola kabi o'sha Exceldagi funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Bo'lsa, darsni boshladik. Birinchi o'rinda mana shu jadvalni yasab olamiz. Ya'ni bizga kerak bo'ladi nomi, ya'ni mahsulotning nomi, narxi kerak bo'ladi va miqdori. Bizda mana jami narxi bor. Mana shu joyni ham sizlarga mana belgilayman. Sichqonchani chap tugmasi bilan bosib turib pastga tortasiz, belgilanadi delete. O'chirib tashlab birinchi formula yozamiz. Bizlar oldingi darslarimizda o'rgangandik, nimani o'rgangandik? Ya'ni mana shu narx bilan miqdorni birga ko'paytirsak, demak nima keladi bizga? Jami narxi. Masalan, 6 millionlik muzlatgich olmoqchisiz. Bitta muzlatgich narxi 6 million, siz ikkita olmoqchi bo'lsa, ikkita olmoqchisiz. Xo'p, demak nima qilamiz? 6 millionni 2 ga ko'paytiramiz. Xuddi shunday biz ham mana shu yerga teng belgisini qo'yamiz. 6 million joylashgan mana B2 yacheykani ko'paytiramiz. Xo'p, S2 ya'ni miqdoriga mana 2 soni joylashgan yacheykaga va enterni bosib mana chiqarib olamiz. Bu yerda 12 million chiqyapti. Xuddi shunda keyingilarini ham hisoblaysizlar. Albatta, yaxshi o'rganishingiz uchun bularni birinchi o'zingiz bajarib ko'ring mana. Ko'paytirdik, sonni ham ko'paytirdik. Mana 2 million. Keyin telefon masalan teng mana 3,5 million ko'paytirilgan miqdori. Mana enterni bosamiz. Mana shunday. Endi pastga qarab buni tortamiz. Mana pastga qarab tortadigan bo'lsak, ya'ni umumiy sonini demak nima qildik? Topib oldik. Ya'ni biz tatbiq qildik. Tatbiq qilish qanday? Masalan, mana shu yerga yozgan formulamizda qolganlari uchun ham demak qo'lladik. Buni qanday qilasiz? Mana birinchi qatorga formulani yozib olgan holatda sichqonchani mana shu katakning o'ng tomon pastki burchagiga olib kelasiz. Mana qora plus belgisi chiqadi va sichqonchani chap tugmasini bosib turgan holatda pastga tortamiz va dasturni o'zi bizga hisoblab beradi. Endi qarangizlar. Bizlar 12 million deyapti muzlatgich, ya'ni o'sha ikkita muzlatgich olmoqchiman, 12 million deyapti. Bizga do'konning egasi aytayapti 12% chegirma qilib beramiz. Ya'ni sizga mana shu jami narxni, ya'ni 12 millionni 12%ni chegirmaga beraman, ya'ni arzonroq qilib beraman mendan olayotganingiz uchun deb aytayapti. Nima qilamiz endi? Bizlar mana shu jami summani 12%ni hisoblashimiz kerak. Endi buni usullari ko'p. Bitta usulini o'rgataman. Masalan, teng qilamiz. Birinchi usuli 12 millionni demak nima qilamiz? Xo'p, birinchi 100 ga bo'lamiz. Nima uchun 100 ga bo'layapmiz? Mana shu 12 millionni 1% ni topib olyapmiz va o'sha 100 ni ko'paytiramiz nechiga? 12 ga mana. Enterni bosadigan bo'lsak, 1,440,000 so'm demak summa chiqdi. Ikkinchi usulni o'rgataman endi. Ikkinchi usuli oddiy, mana teng qilamiz. Yana 2 million turibdi. Mana 2 million soni joylashgan yacheykani ko'paytiraman men 8% miqdoriga mana. Ko'paytirdim va enter tugmasini bosdim mana. Va bizga mana 2 millionning 8%i 160,000 so'm deb nima qilyapti? Chiqarib bermoqda. Endi shuni pastga tatbiq qilib qo'yadigan bo'lsam ham, qolganlarnikini ham hisoblab beraman. Masalan, 8,400,000 ni nimasi 0% 0 ga teng. Chunki hech qanday unga chegirma yo'q. Mana bu 0 bo'lib turganlarda demak bizga arzonroq qilib bermaydi. Shuning uchun ham bu yerda nima bo'lyapti? Mana 0 soni chiqyapti. Endi bizga 1,440,000 ga arzonlashtirib beryapti mahsulotni. Biz u kishiga necha pul berishimizni hisoblashimiz kerak. Endi nima qilamiz? Teng belgisini qo'yamiz. 12 million mana summadan, ya'ni jami narximizdan ayirib tashlaymiz chegirma summamizni. Mana chegirma summani ayirib tashladim va enter tugmasini bosdim. Qancha chiqdi? 10,560,000 so'm chiqdi. Xuddi shunday keyingilarda ham teng jami narxdan ayirib tashlaymiz nimani? Mana bu chegirma summani va biz xohlagan son chiqadi. Ya'ni bu do'konning egasiga berishimiz kerak bo'lgan son ekan. Ya'ni do'konning egasiga shuncha to'lov qilar ekanmiz. Mana bularda masalan 0 bo'lib turibdi. 8,400,000 yana 0. Hech qanday chegirma qilib bermadi-ku. Ya'ni 8,400,000 demak nima qilishimiz kerak u kishiga?
biz pul berishimiz kerak. Ya'ni bizga chegirmasi yo'q. Shuning uchun 8 million 400 o'zi chiqyapti. Demak, sizga vazifa bo'ladi, bu nisbiy havola edi, ya'ni bir-biriga to'g'ridan to'g'ri bog'lash. Hozir mutlaq va absolyut havolalarni ko'ramiz, ularda ozgina farq qiladi. Nisbiy havolalar bo'limimiz tugadi. Mana shu jadvalni yasangizlardagini quyidagi formulalarda albatta sinab ko'ringizlar. Har birini bittalab sinab ko'ringizlar. Bu mana shu Excel dasturini yanada mukammalroq o'rganishingiz uchun anchagina sizga, demak, zarur ko'nikmalarni beradi. Endigi qism mutlaq havola. Mutlaq havola, ya'ni mana bu havolani biz nima qilishimiz kerak? O'ziga bog'lab qo'yishimiz kerak, o'ziga. Endi qanday qilamiz? Masalan, bu yerda ham jami narxi so'ralyapti mana. Buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi, xohlasak. Mana qanday topishni bilamiz, a? Teng narxi, mana mahsulotning narxi ko'paytirilgan nimasi? Miqdori va enter tugmasini bosamiz. Mana 12 million. Qolganini ham xuddi shunday chaqiramiz. Endi faqat bitta narsaga e'tibor berasizlar. Agarda siz mana chegirmani mana bunday teng, mana boya ko'rsatdim-ku, 12 million ko'paytirilgan, mana 17% mavsumiy chegirma, ya'ni mutlaq havola. Mana shu havola mana bu yerdagi barcha sonlarga ko'payishini ta'minlashimiz kerak. Lekin hozir bitta holat bor, mana shu holatni ko'rsataman. 17% mana ko'paytirdim, ya'ni mana bu D2 yachekani D12 yachekaga ko'paytirdim va enter. Natija chiqdi. Endi ba'zilar nima qiladi? Buni tatbiq qiladi mana. Tatbiq qiladigan bo'lsak nima bo'ldi? Qarangizlar mana. 2 million sonimiz mana bu raqam 10,5 ming so'mga ko'paydi. Keyingisi mana bu 10 million 500 ming so'mimiz esa uni ostidagi katakchak. Mana shunday ketma-ketlikda ko'payadi. Ya'ni mana bu yerdagi sonlar 17% tagidagi sonlarga ko'payadi. Bu Excel'dagi ketma-ketlik deyiladi. Bizlar ana o'sha narsani nima qilishimiz kerak? Buzishimiz kerak. Qanday nima qiladi? Ya'ni to'g'ri qo'llashimiz kerak. Hozir bunday hisoblamaymiz. Biz bularni o'chiramiz. O'chirdik. Xo'p, delete qilishim kerak. O'chirdim va formulani yozaman. Diqqat bilan e'tibor berib turasizlar. Teng belgisini qo'ydim. 12 million so'mda ko'paytiraman 17% ga va mana shu 17% ni men absolyut havola sifatida olishim kerak. Ya'ni mutlaq havola sifatida olishligim uchun buni bloklab qo'yishim kerak. Ya'ni faqatgina mana bu tagidagi sonlar mana shu D12 yachekaga ko'paysin. D2 ham, D3 ham, D5 ham, D4 ham, D6 ham hammasi mana shu D12 yachekaga ko'payishi kerak. Buning uchun bizlar dollar belgisini kiritamiz mana. 12 ni oldidan dollar qo'yamiz va D harfni oldidan ham dollar belgisini qo'yamiz. Demak, nima qildik? Bularni bir-biriga bog'lab qo'ydik. Enterni bosaman mana. Xo'p, 2 million 40 ming bu yerda chiqdi. Buni tatbiq qiladigan bo'lsam bo'ladi mana. Tatbiq qildim. Ya'ni 12 millionlik mahsulotdan menga do'kon nima qilyapti? 2 million 40 ming so'm chegirma qilib beryapti. Chegirma. Men o'sha chegirmadan foydalangan holatda do'konga nech pul berishligimni hisoblashim kerak. Teng 12 million so'mdan ayirib tashlayman 2 million 40 ming so'mdan. Enter mana. Endi buni yana pastga tatbiq qilib qo'yaman mana. Qolgan natija ham to'g'ri chiqdi. Endi mana bu yerda yana aytilyapti. Bu yerda nima deyilyapti? Chegirma narxi dollar, ya'ni mana bu so'mda berilgan sonlarni biz dollarga hisoblab o'tkazishimiz kerak. Masalan, men bu yerda dollar kursi ana 12 ming so'm deylik, mana 12.500 deylik. Hozir ko'tarilganmi, bunisini real nimada ko'rishimiz kerak edi. Mayli, 12.500 deb olaylik hozirga. Endi qanday qilamiz? So'mda biz dollarga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun teng qilamiz. So'mda yozilgan mana 9 million 960 ming so'mda bo'lamiz bizlar qaysiga? Dollar miqdoriga va o'sha miqdorni ham nima qilib qo'yishimiz kerak? Bloklab qo'yishimiz kerak. Nima uchun bloklab qo'yishimiz kerak? Chunki mana shu yachekani pastga tatbiq qiladigan bo'lsam, to'g'ri hisoblash kerak menga. Agarda siz blok qilib qo'ymasangiz, mana bu yoqdagi pastdagi mana bu F2 dan keyingi F3, F4, F5, F6 yachekalarda mana bu yerdagi D13, D14, D15, ya'ni bo'sh yachekalarga bo'ladi. Matematikada ham, Excelda ham xuddi shunday narsa bor. Masalan, ma'lum bir sonni yo'q narsaga bo'la olmaymiz. Shuning uchun buni bloklab qo'yamiz. Mana bu yerdagi hamma son faqat 12.500 ga bo'linsin degan ma'noda mana. Enterni bosdim.
Demak 796 dollar chiqar ekan mana. Taqriban 797 dollar mana. Mana so'mni bizlar nimaga o'tkazib qo'ydik? Endi dollarga o'tkazib qo'ydik bu yerda. Endi nima qilamiz? Endi absolyut havola degan tushuncha bor. Absolyut havola nima? Absolyut havola mana bu yerda bittagina formula yozgan holatda mana bu ustundagi, ya'ni qatordagi sonlarni mana bu ustundagi sonlarga ko'paytirish, ya'ni B ustundagi sonlarni 3-qatordagi o'sha nimalarga foiz miqdorlariga to'g'ridan to'g'ri ko'paytirish. Buni oddiygina teng 4 million ko'paygan 3% deb hisoblasak ham bo'ladi. Mana 12 ming, lekin tatbiq qiladigan bo'lsangiz bu xato hisoblaydi. Nima uchun? Chunki mana bu siz 4 million, mana buni rang bilan ko'rsataman. Ko'k, mana bundan rang qilaylik. Mana ko'k. Obbo, buni rangini qora qilamiz. Mana ko'k rangdagini mana bu yerdagi, demak qaysi qizil rangga ko'paytiraman mana. Mana shu ikkalasi bir-biriga ko'paytirdik-ku. Tatbiq qilganimizdan keyin nima bo'ladi? Mana bu natija chiqishligi uchun 5% mana bu yerda 120 ga ko'payadi. Mana bu natija chiqishi uchun 7% 6000 ga. O'shanda kamayib ketadi. Bunaqa bo'lishi kerak emas, chunki bu noto'g'ri. Biz mana shuni to'g'ri hisoblashimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Faqat B ustundagi sonlar ishtirok etsin. Faqat masalan pastga tatbiq qilib ham ko'rak. Pastga ham nima qilaylik? Pastda ham xuddi shunday. Endi qanday? Mana bu bilan bu ko'paydimi? Endi mana 120 bilan 5000 ko'payadi, ya'ni 5 million ko'payadi. Undan keyin tagi bilan bu son mana. E'tibor bersangiz Y chiqib qoldi. Bu juda katta sonlar. Bu ham bizni chalg'itadi. Biz mana shu yerga bitta chiroyli formula yozamiz. Bu formulamiz o'sha bloklash, ya'ni bir-birini absolyut holatda bloklaymiz. Qanday qilamiz? Mana B4 nimasini olamiz. Mana kiritib hozir mana hisoblab oldik. Ya'ni ikkita B4 yachekani men bloklayman. Mana blokladim. Ya'ni faqatgina mana shu ustundagi sonlar qatnashsin. Boshqa ustunda umuman demak formulamiz qabul qilmasin. Keyingi hisobda S3 ni ham xuddi shunday bloklayman mana. S3 mana bloklab nima qildim? Endi bu yerda nima bo'lsin? Mana bu yerda formulamiz kelib chiqdi. Ya'ni men B ustun va o'sha nimasini ham blokladim, ya'ni B ustundagi barcha sonlarni va S ustundagi barcha sonlarga demak nima bo'lsin? Ko'paysin. Shuning uchun bularni bloklab qo'ydim. Endi bu yerdan e'tibor bergan bo'lsalaringiz, B ustunda, mana B ustunda oladigan bo'lsak, sonlar B ustunda joylashgan, lekin har xil qatorlarda mana 4-qator, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-qatorlar bor. O'shaning uchun mana qator, ya'ni sonni oldidagi dollar belgisini yo'qotaman. Ya'ni mana buni qatorlari ozod turibdi, lekin bitta ustunda bo'lganligi uchun B ustunda blokladim. Keyingisiga e'tibor berasiz. Keyingisi S, D, Y, F, G mana. E'tibor bersangiz 5 D ustunda, 7 Y ustunda, 15 F ustunda, 23 G ustunda bo'lib turibdi. Endi bu yerdan mana bu harfni oldidagi dollarni ozod qilamiz. Nima uchun? Chunki bular o'zgaryapti. Agar mana shular o'zgarmaganda harfni oldida ham dollar turardi. Lekin e'tibor bersangiz mana 3-qatorda turibdi bular. Bitta qatorda turibdi. O'shaning uchun 3-qatorda oldi, demak nima bo'ladi? Bizda blokda turadi mana. Endi buni tatbiq qilamiz. Xohlasak pastga qarab birinchi tatbiq qilib olamiz, keyin esa umumiy holatda bu yoqqa. Mana. Endi xohlasangiz buni bittalab tekshirib ko'rsangiz ham xuddi mana shu javoblar chiqadi. Nima uchun? Chunki bizlar bu yerga mana chiroyli formulamizni yozib qo'ydik. Buni mana bu hozir ko'paytirish jadvalida ham qo'llaymiz. Birga albatta amaliyotda qilib ko'rsak bo'ladi. Demak, absolyut havola tushunarli. Endi sizlar bilan ikkita boshqa sahifalarda turgan havolalarni ko'ramiz. Ya'ni mana bu yerda e'tibor bersangiz mana bosh sahifaga bog'lash degan formulamiz bor va kurs degan formulamiz bor. Kursga biz rubl kursi bilan yevroni kursini kiritganmiz. Boshqa sahifaga bog'lashda esa jadvalimiz bor. Jadvalimizni ham demak o'chirib olamiz. Ya'ni endi e'tibor berasizlar, masalan, jami narxidan boshlaymiz sekin o'sha eski formulalarimiz bilan teng narxni
ko'paytiramiz biz nimaga? Miqdorga. Narxni miqdorga ko'paytirdik va teng belgisini bosdik, natija paydo bo'ldi. Buni tatbiq qilaman. Endi mana bu jami summani men rublga o'tkazishim kerak. Buning uchun nima qilamiz? Albatta bo'lamiz, to'g'ri. 12 million soni joylashgan yacheykani bo'laman. Endi mana shu joyga e'tibor bering mana. Nimaga bo'laman? Rublning kursi o'zi qayerda edi? O'sha savol sizda demak nima qilish kerak? Qiziqtirishi kerak. Ya'ni rublning kursi bu yoqda yo'q. Xohlasangiz sonni o'zini yozsangiz bo'ladi, lekin biz nima qilishimiz kerak? Boshqa sahifa bilan bog'lashimiz kerak. Shuning uchun mana boshqa sahifaga bog'lash degan nimamizdan, listimizdan kurs degan listga o'tamiz va rubl kursini belgilaymiz. Bo'ldi. Rubl kursini belgilaymiz. Enterni birga bosamiz yoki qarangizlar, bloklab qo'yingizlar buni. Mana bloklab qo'yamiz. Ya'ni shift bilan 4 belgisini bosamiz. Shift bilan 4 ni bloklandi. Enter tugmasini bosadigan bo'lsam, показать. Mana. Tak, bu salgina noto'g'ri chiqardi. Qaytadan qilamiz. Qaytadan. Boshqa narsalar chiqarib tashladi. Xo'p, D2 yacheykani bo'lishimiz kerak kursga. Mana bosamiz kurs nimasini va enterni bosadigan bo'lsak, mana 80 ming rubl. Demak, 12 million so'mimizni rublga o'tkazadigan bo'lsak 80 ming. Endi mana bu yerda yana o'tkazamiz dazmolda. Xuddi shunday. Qanday qilar ekanmiz? Teng jami narx bo'lingan, jami narximiz bo'lingan kursga o'tkazib rublni kurs narxiga enterni bosamiz mana. Xuddi shunday tarzda demak bittalab rublga o'tkazib chiqingizlar. Undan keyingisi yevroga. Mana bu yerdagi qolgan mashg'ulotlar sizga uyga vazifa bo'ladi. O'shani tizimda, o'sha o'zingizda Excel'ingizda yaratib, demak ko'rishlaringiz mumkin. Endi narx qo'yamiz. Bu yerdan qanday chiqaramiz? Yevro ham xuddi shunday teng jami narxi bo'lamiz. Qaysi? Kursga o'tib 12200 ga enterni bosamiz. Mana. Bunda ham yana shunday teng jami narxni bo'lamiz, kursga o'tib yevro kursiga enterni bosamiz. Xuddi shunday mana bu yerda demak nimalar bo'ldi? Biz yevro bilan rublga o'tkazib oldik mana so'mdagi valyutamizni. Mana qolganlarini siz davom ettirib qo'yasiz. Va oxirgi qiladigan ishimiz bu ko'paytirish jadvalini chiqarish. Xo'p, ko'paytirish jadvalini qanday hosil qilamiz? Boya o'rgandik, ya'ni A ustunda joylashgan, lekin qatorlari har xil bo'lgan, demak nima sonlar bor. Birinchi qatorda joylashgan, lekin ustunlari har xil ustunda bo'lgan sonlar bor. Ya'ni biz absolyut havolada o'rgandik o'sha narsani mana. B ustunda joylashgan, 3-qatorda joylashgan sonlarga demak ko'paytirdik. Endi nima qilamiz bu yerda? Xuddi shunday. Qanday qildik? Teng mana A ustunda joylashgan son va bu yerga qaysini oldiga dollar belgisini qo'yishimiz kerak. Ustun o'zgarmaganligi uchun ustunni oldiga biz dollar belgisini kiritamiz. Sonni oldiga kiritmaymiz. Nima uchun? Chunki mana qatorlar o'zgaryapti. Mana qatorlar o'zgaryapti. Shuning uchun bu yerga kiritmaymiz. Ko'paytiramiz. B nimadagi ustundagi yacheykani va birinchi qatorda. Bunda qaysini belgilashimiz kerak? Sonni oldida dollar belgisi bo'lishi kerak. O'sha yerda bloklashimiz kerak mana. Ustunchi, ustunda oldida nimaga bo'lmaydi? Ustunda oldidagi bo'lmaganligining sababi chunki ustunlar o'zgaryapti bizda mana. Ustunlar o'zgarib bormoqda. Shu sababli bu yerda ustunda nima yo'q. Va enter tugmasini bosamiz. Mana. Endi pastga qarab tatbiq qilamiz va bu yoqqa qarab tatbiq qilamiz mana. Mana ko'rib turganingizdek, bizda nima bo'ldi? Ko'paytirish jadvalimiz keldi. 1 kara 1 1, 2 kara 2 mana. 2 kara 2 mana bu yacheyka bo'ladi 4. 3 kara 3 9. Masalan, mana bunday qilib chiqsangiz ham bo'ladi mana ranglari mana. 2 kara 2 bu 3 kara 3, 4 kara 4, 5 kara 5 o'sha diagonal bo'yicha keladi sonlarni. Demak, bir-biriga ko'paytirganimizda bir xil sonlar, ya'ni sonlarda kvadrati deb ham bu yerda nima qilsak bo'ladi? Kiritsak bo'lar ekan mana.
ko'rib turganingizdek mana shu sonlar demak kvadrati. Mana darsimiz ham nihoyasiga yetdi. Ya'ni biz havolalar bilan ishlashni darsimizda ko'rib chiqdik. Pastdagi testlarni yechgan holatda keyingi darsgacha ko'rishguncha.